Shaharni beton qafasida odamlar siqilib ketdi. Ko'proq tabiat qo'yniga chiqqisi kelyapti. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar ham ushbu kayfiyatni ushlab olishdi va borgan sari ko'proq va ko'proq universal SUVlarni taklif qilishyapti. Ya'ni shaharda ham qulay harakatlanasiz, off-roadga ham bemalol chiqa olasiz. Bugun qahramonimiz aynan shunaqa avtomobil. Haval H7 gibrid. Bugungi manzilimiz G'azalkentdan Oqsoq otaga chiqib ketadigan yo'ldagi kanyonga bu avtomobilda chiqamiz deb o'ylamagan edim. Bu yoqqa yetib chiqishimizning asosiy sababi esa bu avtomobilning klirensi. 200 mm ni tashkil etadi. Lekin siz bizdagi stok shinalida, ya'ni zavodskiy shinalida emas, balki AT yoki MT yo'lsizlik uchun, off-road uchun mo'ljallangan shinalarni taqadigan bo'lsangiz, tabiiyki klirensi yana oshadi. Maxsus podveska qiladigan bo'lsangiz, tabiiyki bundan ham murakkabroq yo'llarni bemalol eplaysiz. Lekin biz mutlaqo stok bo'lgan avtomobilda ham shu yoqqacha yetib chiqdik. Ko'zim yetmagan edi. Damas olib kelinglar, Damasda o'tadiganlar. O'tib ko'ramiz. Yo Matizda o'tadiganlar bo'lsa, kelinglar, tekshirib ko'ramiz mana shu yerda. Lekin Haval H7 gibrid epladi. Nimani hisobiga deysizmi? Keling, texnik parametrlar bilan sizni birinchi bo'lib tanishtiraylik. O'zim ham Haval H7 gibridni kapoti ostiga birinchi marta nazar solmoqchi bo'lib turman. Bu ham sizlar bilan birgalikda. Bilamanki, platforma HI-Tor, Haval hamda Tank brendlarida ushbu platforma yaxshi sinovdan o'tgan va optimal gibrid sifatida o'zini ko'rsata olgan. Kapot ostida bizda ichki yonish dvigateli 1,5 litr hajmga ega, 150 ot kuchi quvvatiga ega va ushbu dvigatel gibrid tizimini asosiy yuragi desak, menimcha xato bo'lmaydi. Chunki bundan tashqari ikkita elektrodvigatel ham mavjud. Ular oldi o'qda 109 ot kuchiga hamda orqa o'qda 204 ot kuchi quvvatiga ega. Oldi o'qdagi elektrodvigatelimiz 170 Nm aylantiruvchi lahzaga ega bo'lsa, orqadagisi 300 dan oshiq aylantiruvchi lahzaga ega. Demak, umumiy quvvatimiz 364-365 ot kuchini tashkil etadi. Chunki bu nafaqat ketma-ket, ya'ni последовательный gibrid, balki bir vaqtning o'zida parallel gibrid ham. Ya'ni ichki yonish dvigateli oldi g'ildirakni aylantirishda to'g'ridan to'g'ri 4 pog'onali reduktor orqali, ya'ni uzatmalar qutisi desak bo'ladi, bu avtomobilda reduktor orqali aylantiruvchi lahzani oldi g'ildiraklarga uzatib beradi. Shu bilan birgalikda 19 kilovatli batareyani siz port orqali, GBT orqali o'zingiz bemalol quvvatlashingiz va avtomobilni toza elektromobil sifatida ekspluatatsiya qilishingiz va shaharda benzinni deyarli umuman sarf qilmasligingiz mumkin. Chunki o'sha 19,9 kilovat batareya taxminan 100 kilometrga yetadi deb avtomobillar ichidagi показатель, ya'ni ko'rsatkich berib turibdi. Hop, 100 ga yetmasin. Bugungi kunda Toshkent shahrida infrastruktura yaxshi rivojlangan, siz kuniga bir mahal bemalol istalgan joyda quvvatlanish imkoniyatiga egasiz. Reglament bo'yicha, ya'ni texnik parametrlarni ishlab chiqaruvchi bizga aytganida 6 litrdan salgina oshiq, aniqroq bo'ladigan bo'lsa 6,3 litr ushbu dvigatel 100 kilometrga aralash siklda sarf qilish kerak. Qanchalik rost, qanchalik yolg'on baho berish imkoniyatiga ega emasman va buni tekshirib o'tirmoqchi ham emasman, chunki men bunaqa tipdagi gibridlarni faqat shaharda elektromobil tarzida ekspluatatsiya qilaman. Agar mana bunaqa kattaroq ekspeditsiyalarga uzoqroqga chiqadigan bo'lsak, to'g'ri, elektromobilda funksiyalar bor, ya'ni siz batareyani 50%, 60%, 80% gacha saqlab qolishingiz mumkin va ichki yonish dvigateli deyarli doimiy ravishda, hasharotlar, ichki yonish dvigateli deyarli doimiy ravishda batareyamizni parallelni quvvatlab ketaveradi. Aynan shuning uchun ham bu ham ketma-ket, ham parallel gibrid tizimi deyiladi. Va bugungi qahramonimiz o'zini juda ham yaxshi ko'rsatyapti. Buni test drive vaqtida sizlarga yana batafsil aytib beramiz. Off-roadga chiqdik. Off-roadda eng muhim narsa nima? Birinchi o'rinda kliners boya aytganimizda, ikkinchi o'rinda ballonlar. Bu yerda 255-60 R19 shtatniy Chao Yang degan ballonlar turibdi. Lekin shuni ham bemalol chiqib keldik. Hozir ko'rayotganlaringiz mana yon taraflar bilan
toshlarga ishqalangani bor, oqarib turibdi. Yuvsak top-toza bo'ladi, qo'yadi. Endi qaranglar, 204 ot kuchi bor dedik orqa o'qda. Orqa o'qqa boshqa hech kim yordam bermaydi. U mustaqil o'zini hayoti bilan yashaydi, ya'ni o'zini elektr dvigateli bor, batareyadan quvvatlanadi. Bu to'liq privodli avtomobillarni AWD tipidagi, ya'ni AVD tipidagi avtomobillarni o'zini tutishiga 100% to'g'ri keladi. Lekin shu bilan birgalikda uni orqa o'qida elektron blokirovka bor. Ya'ni elektr dvigatel reduktorga uzatib berayotgan momentda ikkala g'ildiragi qaysi biri osilib qolishi, qaysi biri xolastoy, ya'ni yerga tegmasdan aylanishdan qat'iy nazar ikkalasi teng baravar aylanib berishini ta'minlaydi va ko'p joylarda men tajribasizlik qilib, shu narsaga rioya qilmasdan gazni bosib, joyimda buksovat qilib qo'yganimda menga Adham akam bergan podskaskalar orqali, ya'ni bugun ko'rganingizda Akbar akam va Adham akam bilan chiqdik. Bu yoqqa biz mustaqil bu yoqqa yetib chiqa olmasdik. Yuragimiz dov bermasdi, duximiz bormasdi. Podskaskalar bilan blokirovkani bosib chiqib oldim. Xuddi shunday qilib qaytib tushib olaman deb umid qilaman. Offroad uchun uchinchi muhim narsa, clearance bilan ballondan tashqari siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgani bu uгол съезда и выезда deyiladi. Ya'ni chiqish va tushish burchagi qanchalik qiya burchakka chiqqaningizda bamperingiz tegishni boshlaydi. Men bilmayman. Bizda rasmiy relizda ham uгол съезда и выезда bo'yicha umuman hech qanaqa ma'lumot yo'q. Lekin o'zingizlar ko'ringlar, qanaqa joylardan mashina chiqib tushyapti. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rmasanglar, bunga menimcha ishonmasanglar kerak mashinadan tashqaridan ko'rib. O ne zamonlarga qoldik? BMW tobora xitoylashib ketyapti. Ingichka faralar, asosiy svet pastda. Xitoy avtomobillari esa yevropachalashib ketyapti. Ularning vazifasi ham shu-da, o'zi Yevropa bozoriga kirib borish. Shuning uchun ham tobora chiroyliroq dizaynga qo'l urishyapti. Agar fikrimga qo'shilsanglar, sizlardan bitta like va kommentariyda shu borada mulohazalaringizni kutib qolaman. Nimaga Yevropa brendlari xitoylashib ketyapti? Xitoy brendlari yevropalashib ketyapti dizayn bo'yicha. Aytib ketinglar. Panjara o'ziga xos, aynan operativniy bizning tilda aytadigan bo'lsak, panjaraga qo'l urishgan Great Wall Motors Havail brendi. Nima uchun? Chunki mana bu bloklar ko'proq stroboskoplarni o'rni deb meni tasavvurimda assotsiatsiyalar bo'ldi. Ya'ni shularning o'rniga stroboskop bo'lsa, g'irt operativniy mashina bo'ladi qo'yadi. Parktroniklar bamperning pastki qismida 4 ta ko'rib turganinglardek matoviy qismi ham bor, kuzov rangidagi qismi ham bor bamperimizni. Pastki qismida plastik bo'lsa ham himoya tizimi bor. Mana bu burchaklari menga yoqdi, chunki yo'lsizlikda juda ham yaxshi chiqish burchagi natijalarini, tushish burchagi natijalarini ko'rsatdik. Menga juda ham ma'qul bo'ldi. Endi qaranglar, mana bu mushaklar, ya'ni kapotdagi asosiy ikkita liniya juda ham orientir olishga, avtomobil gabaritlarini hisobga olishga katta yordam beryapti. Dizayn nafaqat vizual, balki funksional nuqtai nazarda ham juda ham foydali bo'lgan. Asosiy yoritish elementlari, kunduzgi harakatlanish chiroqlari farani atrofida va uni ostki qismida aylana va chiziqdan iborat va ko'rayotganinglardek LED tizimidagi, ya'ni LED faralar va ularda uzoqni yoritish tizimi avtomatik tarzda ishlaydi. Demak, sizda uzoqni yoritishdan umuman muammo bo'lmaydi. Tungi payt avtomobil juda ham ishonch bilan harakat qilyapti. Endi yon qismga o'tamiz, kelinglar. Xo'p, yon qismida nimalarimiz bor? Albatta, yo'lsizlikka da'vo qiladigan avtomobillar mana bunaqa. Men buni Cross Obvious deb atayman, chunki birinchi bo'lib ko'zimga Lada X-Ray Cross tushgan. Aynan matoviy qism, ya'ni ko'p tosh kelib tegadigan, shikastlanadigan qismlarda avtomobillar matoviy plastikdan berilgan. Ketdi. 30 2 ga oldim. 60. Mazzada o'zi ham. Hop, ruchkalarimiz jismoniy ruchka, как положено, keyless go funksiyasi bor, ya'ni avtomobilni kaliti sumkasida bo'ladigan bo'lsa, olib o'tirishingiz shart emas. Mana bu to'rtburchak qismiga shunday qo'lingizni tekkizasiz, u qulflanadi. Qo'lingizni ichkariga solishingiz bilan avtomobil avtomatik tarzda ochiladi va bu arzoncha mashina emasligi ikkala tarafdan ham ushbu funksiya mavjudligini bildirib turadi. Qaranglar, agar keyless go funksiyasi bor desa, sizlarga sotuvchi u faqatgina haydovchi eshigida bo'ladigan bo'lsa, bu arzon mashina va undan yaxshilik kutish ozgina qiyinroq ba'zi momentlarda, lekin hamma vaqtda demayman. Benzin bakimiz bor. Unga nechta ketdi benzin? 50 litr benzin ketdi. Men shaxsan o'zim 50 litrda benzabak otganini ko'rdim. 19 dyumli disklarimiz va shinalarimiz haqida gapirishga ulgurdik va umumiy dizayn konsepsiyasi mamyolari to'rtburchakli, ko'proq Defenderga, ko'proq Yevropaga yoqadigan SUVlar hamda crossover yo'l tanlamaslar dizayni o'g'irlangan. Orqa qismidan dizaynimizni menga Akbar akam aytganlarda, ular yo'lsizlik ko'p chiqishadi-ku, aynan tank avtomobillarini eslatib yuboradi. Yana bir marta sizlarga eslataman. Great Wall Motors bu korporatsiya, kattakon davlat ishtirokidagi, Xitoy hukumati ishtirokidagi avtomobil ishlab chiqaruvchi texnologik
korporatsiya, juda ham katta yirik va ularning bir nechta brendlari bor. Ora, Mora bizga kirib kelmagan juda ko'plab brendlarni aytib o'tirman. Bizda asosiy tanishadigani bu Havail, bugungi qahramonimiz. Ko'rayotgan edim mana Great Wall Motors Havail degan yozuvni siz kuzovda rullarda ko'rishingiz mumkin. Model H7 va ushbu model Xitoyda o'zi Raptor hybrid bo'lib ham ishlab chiqariladi. Bizga H7 bo'lib kirib keldi, lekin Xitoyda uni Raptor hybrid deb tanishadi. Havail Raptor hybrid va eng muhimi Tank degan, ya'ni biz tank deb talaffuz qilishga o'rganib qolgan brend, u ham Great Wall Motors korporatsiyasiga tegishli. Demak, undagi dizayn va texnologik yechimlarni qo'llanishi boshqa brendlarda ham, xuddi o'sha Havailda yoki Orada yoki boshqalarda ham bemalol uchratishimiz mumkin. Bu holat ham bundan mustasno yoki istisno bo'la olmaydi. Ko'rayotganlaringdek, 3-stop chirog'imiz mavjud. Pastki qismda bizda nimagadir o'rnalmashib qolgan. Menimcha teskari bo'lishi kerak edi. Qora qism bu yoqda bo'lib qolgan, bot bo'yalgan, bot qora bo'lishi kerak edi. Chunki ugle siyezda bor, ya'ni orqa bilan tushadigan momentlarda aynan bu qirilishi, shikastlanishi va xunuk holatga kelib qolishi mumkin ekan. Men o'zim shaxsan bilgan holatlarni, park kroniklarni guvohi bo'lib turibmiz. Orqani ko'rish kamerasini qidiryapman, nimagadir ko'rmayapman. Sizlar ko'ryapsizlarmi? Orqani ko'rish kamerasini qayerga bekitishgan? Yo, salonning ichidami? Yo'q, mana ekan. Uzr. Yo'l tanlamas uchun eng yomon yechim aynan shu bo'ladi. Orqani ko'rish kamerasini mana shunaqa pastga joylashtirib qo'yish, chunki bu juda ham tez kir bo'lib ketadi. Biza-ku mayli, toza havo sharoitida, ya'ni yog'ingarchiliksiz, suv sovuqsiz holatda chiqdik. Faqat chang bo'lish ehtimoli. Changni bundoq qilasan, atasan bo'ldi. Loyda yo'lsizlikka chiqqanlar nima qiladi? Bu mashina qolib ketish ehtimoli, ko'p qiyinchilik tug'dirish ehtimoli juda yuqori bo'ladi unaqa holatda. Tomda nahang suzgichi shaklidagi antennamiz bor. Bu an'ana bo'lib qoldi va albatta reylinglar. Bunaqa avtomobilga reyling juda ham kerak. Agar ustiga qo'shimcha yukxona, ya'ni avtoboks o'rnataman desangiz, buni ustiga XL razmeri menimcha bemalol sig'adi. Tomdagi qopqolani och, reylingga o'rnat degan muammolar sizda bo'lmaydi. Eksteriyer bo'yicha tushunarli deb o'ylayman. Menimcha yetarli. Assalomu alaykum. Akbar aka. Kadr uchun ko'rishib qo'yamiz. Adham aka, assalomu alaykum. Bizni bugungi yo'l boshchilarimiz va O'zbekistonda off-roadning ambasadorlari va yuzlari bugun biza bilan ikkalaliga ham xudo xolasa maza qilib birgalikda mana shunaqa ajoyib joylarga chiqamiz. Bu yerdagi manzaraga maza qilib oldim. Men birinchi marta chiqishim mumkin. Bu nima deyiladi? Bu yerda biza kanyon deb nomlaymiz. Bu Toshkentdan taxminan 65-60 kilometr yurgandan keyin Oqsoqota tarafga qarab ketishda yozdagi ishlatadigan trassamiz shu. Lekin aka yo'l yo'q. Men chiqa olmayman deb 2-3 marta o'ylagan joylarim bo'ldi, lekin eplab chiqib ketdik. Trassa уже sizlarda o'tilgan ekanda, bilarkansizda, qayerdan o'tsa bo'ladi, qayerdan o'tsa bo'lmaydi. Uddaladiz, soddalik qilmang. Uddaladiz. Meni aloqam yo'q. Bu yerda menga Adham akam yordam berdilar. Kerak joyda blokirovkani yoqib turdilar, rejimni o'zgartirgin deb turdilar. Men tajribasizman, tan olaman, lekin sizlar bilan chiqsam maza qilaman, chunki poddershka bor doim. Aka, keyingi manzilimiz nima? Bu yerdan yuramizmi dalshi? Keyingi manzilimiz hozir taxminan 1 soatcha yuramiz. Mana shunaqa yo'ldanmi? Yo'q, bunaqa yo'ldan emas. Hozir tepaga chiqqanimizdan keyin bir 50 yil oldin qilingan asfaltdan yuramiz. Bu qisman ko'ramiz shu asfaltlarni va Nurdek ota degan bir joyga boramiz. Go'zal bir manzara, soylari bor, bir xavfli desa ham bo'ladi, ko'priklari bor. Tabiiyki biz buni soydan o'tkazmaymiz, lekin soy ustidagi qilingan bir chiroyli manzarali ko'priklardan o'tamiz. Xudo xolasa. Ketdimi aka? Yo'lga chiqamizmi? Bosdik. Sizlar bo'lsa diqqat bilan ko'ringlar videoni. Birinchidan O'zbekistonda Toshkent atrofida yaqin joyda qanaqa ajoyib manzaralar borligini ko'rib olasizlar. Ikkinchidan mashinani haqiqiy testini ko'rasizlar. Aka, siz men bu yerda papashchi человек. Siz hozir chiqib olmayapti ham. Chiqib olish kerak. Men chiqib olay, keyin siz chiqib olasiz. Bekzod, sen qolasam, ketasan biz bilan. Yo'l umuman yo'q. So'qmoqlar bor. Bu so'qmoqlarni ham off-roadchilar qoldirgan. Endi tasavvur qilavering, u yerda qanaqangi yo'l va so'qmoqlardan ko'ryapsizlar. Qanaqa chiqish, tushish joylardan, qiyaliklardan o'tyapmiz. Bizani qutqarayotgan narsa bu yerda elektrodvigatellarda momentni pedal orqali boshqarish qiyinroq, lekin AVD rejimi bor, qor, loy va qum rejimlari bor. Hozirgi ham yo'lsizlikda, toshloq yo'llarda birinchi qorda yurib ko'rdik-a, Adham aka. Birinchi qorda yurib ko'rdik, o'zini yaxshi ko'rsatdi, lekin baribir sirpanish bor. AVD hozir ancha yaxshiroq ko'rsatyapti. Bir rejimlarni tekshirib ko'ryapmiz-da. Menimcha bemalol ketyapmiz, unaqa qiyinchilik bo'lmayapti. Sal ballonlarimizni qiynayapmiz, u ham yo'l qoplami yo'qligi uchungina shunaqa holat yuz beryapti. Lekin Akbar akam oldimizga tushib olib ketyaptilar. Off-road uchun tayyorlangan atashinalardagi mashinada biz qolishmaslikka maksimal darajada harakat qilyapmiz. Lekin murakkab ekan baba, trassa men uchun. Bizda ham blokirovka ishlayapti. Ha, aytgancha boya aytganimiz orqa o'qqa blokirovkasi ishlayapti. Kerak paytda Adham akam hozir
yoqqan ma'qul bo'ladi, bu yoqqa beryaptilar va